Men Sattorova Gulchehra artrit kasalligi bilan 20-sentyabr kuni o'sha Oydin shifo klinikasiga apiterapiya bo'limini izlab keldim. Shunda Abdulvosit doktorga uchradim. Ular meni chiroyli iliq munosabat bilan kutib olib, shu apiterapiya yo'li bilan davolash yo'li borligini tushuntirdilar. Va 20-sentyabr kuni men shu yerga davolanish uchun yotdim. 3 kun apiterapiya bilan davolashdi. 3-kundan so'ng ularni davolash kursida o'ziga yarasha bir chiroyli yo'nalishlari bor ekan, tozalov yo'nalishi bor ekan. U 10 kun davomida 4 kun davom etar ekan. Shu tozalov jarayoni bu eng bir ajoyib jarayon ekanki, insonni tig'siz operatsiya qilish yo'li bilan davolash yo'li ekan. Birinchi davolash kursida menda bir oshqozon